iloji boricha steshkasi bo'lmagan holatda qildirib yuboringlar. Duolda ko'rinib turmasin turbalari, parovoy turbalari. Yo'q, steshka bo'lgan duolni ichiga tiqadi deydigan bo'lsa, parovoy rasa qiziganda, masalan, kraska chachasizlar, kraskani rangini o'zgartiradi, turbadagi suv qiziganda. Kraskani manchalik duolni o'yib turib, turbanashini ichiga tiqadigan bo'lsanglar, kraskani rangini o'zgartirib yuboradi. Polietilen turbada qilsanglar do'stlar. Onun uchun iloji boricha steshkani ta'dilda qoldirib yuboringlar. Parovotopleniyalar, turbalarni. Ilojini boricha shunaqa qilinglar do'stlar. Qo'lingizdan kelguncha steshka qilib turib, steshkani ustidan yana parovotopleniya qilib, turbasini ko'mish uchun yana steshka qilib, qayta rasxod qilavermanglar. Chakana rasxod ketami hozir mana. Ikkita joylarga. Chakana rasxod ketami. Ancha rasxodni ham sal rasxodni emas, rasxodni uyni betonni qo'yishdan oldin birinchi muolajani qilaman. Keyin dimoxod qo'yishim kerak. O betonni qo'yib olgandan keyin dimoxod ochish uchun usta chaqirib, uni ham har birini 2000 so'mdan ochadi. Shuni beton quyayotganda qilib ketsanglar, cho'ntakka rasxod qilmasdan do'stlar. Beton quydiryapsizlar. Shu ustalarga aytsanglar, dimoxod qo'yib ket desanglar, sizlarga yengil ham bo'ladi. Dimoxodni qo'yib ketsin. Betonni quyib olgandan keyin dimoxod qilinmabdi deb turib, har bir teshigini 2000 so'mdan ochadi. 2000 so'm hozir aytishga oson, xolos, bu og'izdan chiqish oson. Shuni beton quyayotganda qildirib ketinglar do'stlar. Qayta rasxod qilavermasdan. Ustalar sizlar ham dimoxodni qo'yib ketinglar. Sizlardan keyin uyda egasi rasxod qilmasin. Bitta teshik ochmaydi, mana katta obyekt bo'ladigan bo'lsa, podvalli bo'ladi. Kamida 10 ta teshik ochadi. 2000 so'mdan ochadigan bo'lsa ham 20 ming pul bo'ladi do'stlar. 20 ming hozir kichkina pul emas u. Salkamlar 300 dollar pul bo'lyapti. Bu aytishga oson, qaranglar, mana 20 ming deyish aytishga oson. Shun beton quyayotganda har bir uyga dimoxod, podvalli dimoxodini, poldi dimoxodini qo'yib ketinglar. Sizlardan keyin uyda egasi 20 ming sarf qilmasin. Duolnikini ham shunaqa qilib ketinglar. Uyda o'zinikini, uyda ichini dimoxodlarini 150 100 turba, 120 110 turbani shunga qo'yib tomga chiqarib, duol g'ish urayotganda qo'yib ketsanglar, sizlardan keyin dimoxod ochish uchun usta chaqirib, mayer tekshirishim kerak demaydi do'stlar. Rasxodni olinglar. Uydagilar beton quyishdan oldin rasxodni olinglar. Qayta rasxod qilavermasdan. Beton quyganlar uydagilari bilmashi mumkin. Dimoxod qo'yib ketishimiz kerak deb o'zinglar bilib qo'yib ketinglar. Nimaga teshik qo'yding deb sizlarni so'kmaydi. Shuni bilasizlar ustalar. Sizlardan keyin masalan hozir 200 mingga beton quydiradigan bo'lsa, 20 ming, 220 mingga tushyapti. Dimoxod qildirish. Savob ham bo'ladi, shuni qo'yib ketsanglar do'stlar. Uydagilari hozir uy solish oson emas. Bitta tandir solish oson bo'lmayapti do'stlar. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozishni unutmanglar do'stlar.
Bular tekis pataloq bo'libdi mana. Stechkani quyib qo'ygandan keyin qildirganda oqibati bu. Stechkani quyib qo'ygandan keyin. Mana qilib o'yib hisob chiqibdi mana. Stechkani quyib qo'ygandan keyin. Shuning uchun do'stlar stechkani quymasdan oldin parovoyni qildirib olinglar. Iloji boricha mana qilib duolda ko'rinib turmasin. Ko'rinmaydigan qilib mana qilib qilsanglar. Mana. Bitti buzmaydi do'stlar. Var mı? Ska pista då, man får gå och fick Usta zerikishiyapmi? Yo'q. Halales. Pataloq qoqiladigan yer bo'lsa, Bassin. Ko'proq mana high-tech plastika bo'lyapti ekan-da. Do'stlar. Mana high-tech plastika. Shunaqa high-tech plastika qilyapti ekan ko'proq. O'zona. Makanisa nerga? Tekis patoloq, ko'pi hammasi tekis patoloq. High-tech bo'lyapti ekan-da, high-tech plastika. Meram tuvzona mana. Obyektni ko'rdinglarmi? Katta ob'yom. Ob'yom juda katta. Iloji boricha men parovoy qildirsanglar do'stlar. Turbalar mana bo'lib, o'raydan manaqasiga tushib ko'rinmasin. Ko'rinmasin. Mana qilib qildirsanglar. Qo'llari mana uzviy bo'lgan. Patoloqlar tekis patoloq. Tekis patoloq. من دوستlar من شبیت از اوزار آراله
Ob'yem juda katta. Juda katta ob'yem. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariya. Bundan oldingi videomiz ham u boshqa obyektimiz. Hozir yana 4 ta obyektimiz bor. Ularga ham borib video qilib tashlab qo'yaman. Yana 4 ta obyektimiz bor. Hozir ikkitasiga uchradik. Ularga ham borib video qilib tashlab qo'yaman sizlarga. Aynaqa do'stlar, iloji boricha uyda burchaklarini lazerga qo'yinglar. Lazerda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Parvo отопление qilishdan steshkadan oldin qildirsanglar, qayta rasxod bo'lmaydi uydagilar. Hozir parvo отоплениeni steshka qo'yib qo'ysanglar, steshkaning ustidan tashlaydi, turbalari ko'rinmas uchun yana ustidan steshka qo'yib chiqishga to'g'ri keladi do'stlar. Shuning uchun steshkadan oldin qildirib olinglar. Qayta steshka qildiravermasdan do'stlar. Iloji boricha steshkasi bo'lmagan holatda qildirib yuboringlar. Duvalda ko'rinib turmasin turbalari, parvoy turbalari. Yo'q, steshka bo'lgan duvalning ichiga tiqadi deydigan bo'lsa, parvoy rasa qiziganda, masalan, kraska chachasizlar, kraskani rangini o'zgartiradi. Turbadagi suv qiziganda. Kraskani manchalik duvalda o'yib turib, turbanashini ichiga tiqadigan bo'lsanglar, kraskani rangini o'zgartiradi. Polietilen turbada qilsanglar do'stlar. Onun uchun iloji boricha steshkani ta'bida qoldirib yuboringlar. Parvo отоплениялар turbalarni. Ilojini boricha shunaqa qilinglar do'stlar. Qo'linglardan kelguncha steshka qilib turib, steshkaning ustidan yana parvo отопление qilib, turbasini ko'mish uchun yana steshka qilib, qayta rasxod qilavermanglar. Chakana rasxod ketami hozir mana. Ikkita joylarga. Chakana rasxod ketami. Ancha rasxodni ham sal rasxodni emas, rasxodni uyni betonni qo'yishdan oldin birinchi muolajani qilaman. Keyin dimoxod qo'yishim kerak. O betonni qo'yib olgandan keyin dimoxod ochish uchun usta chaqirib, uni ham har birini 2000 so'mdan ochadi. Shuni beton qo'yayotganda qilib ketsanglar, cho'ntakka rasxod qilmasdan do'stlar. Beton quydiryapsizlar. Shu ustalarga aytsanglar, dimoxod qo'yib ket desanglar, sizlarga yengil ham bo'ladi. Dimoxod qo'yib ketsin. Betonni qo'yib olgandan keyin dimoxod qilinmabdi deb turib, har bir teshigini 2000 so'mdan ochadi. 2000 so'm hozir aytishga oson, xolos, bu og'izdan chiqish oson. Shuni beton qo'yayotganda qildirib ketinglar do'stlar. Qayta rasxod qilavermasdan. Ustalar sizlar ham dimoxodni qo'yib ketinglar. Sizlardan keyin uyda egasi rasxod qilmasin. Bitta teshik ochmaydi, manaqa katta obyekt bo'ladigan bo'lsa. Podvalli bo'ladi. Kamida 10 ta teshik ochadi. 2000 so'mdan ochadigan bo'lsa ham 20 ming pul bo'ladi do'stlar. 20 ming hozir kichkina pul emas u. Salkamlar 300 dollar pul bo'lyapti. Bu aytishga oson, qaranglar, mana 20 ming deyish aytishga oson. Shuning beton qo'yayotganda har bir uyga dimoxod, podval dimoxodini, poldi dimoxodini qo'yib ketinglar. Sizlardan keyin uyda egasi 20 ming sarf qilmasin. Duvalnikini ham shunaqa qilib ketinglar. Uyda o'zinikini, uyda ichini dimoxodlarini 150lik, 100 turba, 120, 110 lik turbani shunday qo'yib tomga chiqarib, duval g'ish urayotganda qo'yib ketsanglar, sizlardan keyin dimoxod ochish uchun usta chaqirib, mayer tekshirishim kerak demaydi do'stlar. Rasxodni olinglar. Uydagilar beton quyishdan oldin rasxodni olinglar. Qayta rasxod qilavermasdan. Beton quyganlar uydagilari bilmashi mumkin. Dimoxod qo'yib ketishimiz kerak deb o'zinglar bilib qo'yib ketinglar.